Moskva направлениyasidagi avtobuslar posадка jarayonlari yakunlanmoqda. Dushanba, payshanba, juma kunlari reyslar amalga oshirilmoqda. Kimda kim Toshkent, Moskva, Sankt-Peterburg yoki Krasnodar shahriga ketmoqchi bo'lsa, bemalol avtobuslarning xizmatlari. Yuk masalasiga kelsak, har bir yo'lovchiga 60-70 kg, ya'ni katta sumkalar, bundan tashqari qo'l yurmasiga ryukzak 10 kg va yeb icharga non ko'tarib olib kelsa bo'ladi. Hech qanaqa to'lovlarsiz. Faqat Rossiya tamoyilchisi bilasizlar, 300 rubl tamoyilchi rasxod bor, shtoga noslarni tushirib, sumkalarni tushirib, tuzashda qilmaslik uchun. Ism familiyasini o'zgartirib ketayotgan, dokumentida muammosi bo'lib, qaytib ketayotganlarga biz javob bermaymiz. Yoki-da Brat, esi avtobus надо, звони, брат. Вот такие автобусы тебе привезем. Mintan qarzi bor, taqiq qo'yilganlar. Akalar, ukalar, yana bir qaytaramiz. Biz bu narsalarga javob bermaymiz. Biletingiz olingandan keyin pul qaytarib berilmaydi. Avtovokzal ma'muriyati tomonidan tasdiqlangan narsa. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'ling. Ekrandan uzoqlashmang. Like, kommentariya.